Onajon keldingizmi? Ha, keldim. O'tinni yordingizmi? Ha. Moltani tozaladingizmi? Tozaladim. Idishlarni yuvdingizmi? Yuvib qo'yganman. Nonga xamir qildingizmi? Allaqachon Qo'shnining uyini tozaladingizmi? tozaladim. Ovqatni ham qildingizmi? Ulgurmadim. Mana shunaqasilarda o'zi. Men yo'q, qanti ishi ham bo'lmaydi bu uyda o'zi. Botib o'tiraveringlar. Aynalarda artish kerakmikin, ha? Kirlar chachilib yotibdi. Choyim qolmadi-ya. Mama, menga quyib yuboringsa chanqab turuvdim. Farosating qursin. Nima dedingiz? Yo'q, nima deganim yo'q. Uylarni bir supuraymikin deyapman. Bu uyda qari kelinman-ku, cho'riman. Yo'q, supurmay qo'yavering. Hozir o'g'lingiz pilisos olib keladi. Keyin mamutlarni bir amallab tozalab olarmiz. Bolam pulini chayba. Bu gapingizni eshitdim. Bilasizmi, diskontda hozir arzon aksiya ketyapti. Unaqa qimmatga olmaydi pilisosni. Yuring, sizga ko'rsataman. Mana misol uchun arzonroq aksiyasida mana shu parcha pilisos soatiga 99 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Lekin bunaqa aksiya 1-fevraldan 5-fevralgacha bo'lib o'tadi. Olib olishimiz kerak. Yuring, boshqalarni ham ko'rsataman. Mana qarang, 6 kilolik primer kir mashinasi oyiga 199 mingdan to'g'ri kelyapti. Ferrigas plitalari oyiga 159 ming so'mdan ekan. Вообще suv tekinmi? Ha, arzon ekan. Koshki yo'qotdi o'zi qilsa. Voy, mana bu 30 ta televizor oyiga 99 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Ajib Ayber telefonlar oyiga 55 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Balkim jiyanlarga olarmiz bitta-bitta. Shuni menga olaylik. Telefonim nevaralarimni qarib ketdi. Premierning shunaqa katta xolodilnigi oyiga 499 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Zo'r-ku bu. Kelyapti. Wow, Redmi Note 15 telefonlari oyiga 249 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Pilisosni ham oldik. Endi uy tozalarsiz. Men tozalaymanmi? Ammo uni sizga podarka qilaman, mama. Voy, betingni yelaguray. Diskont aka, qimmatga olmang, diskontdan oling.